bana tuhaf bir vurdu. Boya upiyat o'tasiz, nima urasiz? Hammaga salomlar. O'g'li bor, o'g'li yasab taylaydi. İmkoniyatimiz yo'q. Agar Miron ketib qolsa, bular ketsa menga hech kim yordam bermaydi. Shuncha mana 3 yil turdi, mana olib kelgan qumlari shu ahvolda turibdi. Mana hovlimiz qanaqa bo'lsa shu sozda turibdi. Chunki meni ham xo'jayinimni ham topayotgan daromadimiz o'zimiz yeb ichishimizdan ortmaydi. Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Jigarlar, video boshidan bittadan layklarni bosib qo'yamiz va fikr mulohazalarni kommentariyaga yozib qo'yamiz. Sal layklarimiz kamayib ketyapti. Layklarimiz kamligi uchun prosmotrlar ham kamayib ketyapti, qadrdonlar. Laykda ayamang. Xudo xolasa, hozir xozmakdan kelyapmiz. Darvozani materiallarini oldik. 660 ming so'mga materiallarni oldik, profil listlarni oldik. Ustaga berdik. Usta haqi hozircha 120 ming, stikini 10 mingdan qilib beraman dedi. Yana ham hali ustiga qo'shilishi mumkin. Xullas ko'pchilik aytgan ekan, mana bu sal pastroq deb. Hozirda mana meni bo'yim 185 bo'lsa, mendan uzunroq. Yana bir qator teramiz. 12 ta kerak, 2 ta bor yani. Nechta kerak? Yana 12 ta. Maza qanday bu? Salomat aka, assalomu alaykum. Bir salom alaykum qiling qani. Assalomu alaykum. Bir yaxshilab bir salom alaykum qiling. Hammaga salomlar. Biz qo'magan. Qo'l yaxshi bo'la. Artmang endi o'pgandan keyin. Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Hammalaringiz ishlaringizga omad. Shuncha ehson qilganlaringizga hammalaringizga kattakon rahmat. Bir xil chiroyli qilib tugatib olsak, Mexanik. xursand bo'laysiz. Nega bunaqasiga qarang. Kim ikki katta? Sodiq aka. Qoldi iziga to'g'ri. Sodiq aka harakatlar ketdi. Bizda yo'q, bu qarang. Ha, menga qilmay. Bizda siz bu yoqqa chiqib ketyapti. Yo'q kan. Uniki yashirgan. Burayli. Bir oylik. Sizniki. To'qinni odamlar ishlash kerak, qoni mashina deydi. Soqqollari lekin bir xil ekan, ikkovlaringga mana yoq oqishibdi-da. Ha? Perchoska ham bir xil. Sizga ozroq ketibdi-da. Sizga soch bor. Xo'p, qadrdonlar, Sodiq aka endi bilasizlar, har doimgidek yomon hazilkash. Bu yoqqa endi ehsondan bardavom bo'laylik. Jigarlar где-то bir 260 ming so'm hozir qarz bo'lib qoldik ekan. 260 ming so'm hozir qarz bo'lib qoldik. Bu yoqqa endi bitta harakat qilaylik, qadrdonlar, yuzimiz yorug' bo'lsin. Mana shu yerda bir chiroyli qilaylik. Tepasiga ham bir qator g'ishtni teraylik. 13 ta ketami? Bo'ladi 2 ta. 2 ta bor, 15 ta ketadi obsha. Yana o'rtapsan yetadi. Shunday. Bu yog'i yaxshi endi podechkani kutib qolamiz, qo'limizdan kelgancha. Ko'pchilik telefon qilyapti ekan yangaga, kartangizga pul tashlolmayapmiz deb. Telefon qilganlarga yana yanganing boshqa kartalari bor, shuni tashlab beramiz. Rossiyadagi jigarlarimiz Sberbank karta qo'yganmiz. +7966 169 7000 da Sberbank bu. Karimov A bo'lib chiqadi. Sberbankka bemalol 100 rubl, 50 rubl kimning qo'lidan qancha kelsa jigarlar. Chiqishcha qolmadi bir 300 minglar pul yig'sak, menimcha o'sha bitib qoladi. Qo'limizdan kelgancha Alloh yo'lida mana shu oilani xursandchiligi uchun yordam qilaylik. Yanga, assalomu alaykum. Kecha kelgandik, ishda ekansiz, video qilib ketgandik. G'ishlar terilib qopti, biz ham safarda edik. Qanday? Nima deysiz endi g'ishlarga? Chatlashga ko'rib, to'g'risi juda ham xursandman. Bunchalik bo'lishini kutmagandim. Ehson qilgan yaxshilarga ham kattadan katta rahmat aytaman. Eng avvalo Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaringiz Alloh huzurida qabul bo'lib, mukofotlarni Allohning o'zi eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlansin. Ilohim qilgan yaxshiligingiz bizdan qaytmasa-da Allohdan qaytsin. Endi bu yog'i xalqdan yanga. Biz kelgandik, hozir mana shu pastni ham bir yopib bersak yaxshi bo'lardi degan fikr bo'lgandi. Juda ham yaxshi bo'lardi. Pas ham-ku ochiq turibdi. Bu yog'i endi mana shu xalqimizdan, xalqimiz qo'llab-quvvatlaymiz deyishsa, biz tayyormiz. Где-то mana bir 15-20 kunlar hali O'zbekistondaman, keyin yana qaytib Moskvaga ketaman. O'shangacha qo'limizdan kelgancha biz mana tayyormiz. Fikrlarni yozib qoldiraylik kommentariyaga. Yangamiz o'zlarining kartalari qo'limizdan kelgancha agar yordam qilamiz desanglar, pastni ham yopib beramiz. Sementlarimiz ortib qopti, toshlarimiz bor, qumimiz bor. Ozroq blok kerak bo'ladi, fundament qilish kerak bo'ladi.
Bu yog'i hammasi endi sizlardan jigarlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga qilgan ehsonlaring uchun juda ham kattadan katta rahmat aytaman. Shunchalik qo'llab-quvvatladinglar. To'g'ri, bu tarafimiz yopildi, lekin past taraf hali ham ochiq. Chunki hamma tarafimiz o'ralmagan. Menda yana qo'rquv ozroq bor. Chunki hovlimiz ham bu yog'i ochiq. Men ishga ketaman. Ba'zida kunlikka ketaman. Dadasi ham ishchi qo'ysa ishga ketadi. Bu taraf ochiqligi uchun xavotirim yana ham hali bor. Siz yaxshilardan yana bir bor so'rab qolardim. Bu pastki tarafimizga ham qo'lingizdan kelsa ozroq bizga ham yordam bersangiz, shu farzandlarim uchun. Chunki farzandlarimni o'ylab, na ishda, na bir dalaga ketganimda tinch yura olaman. Faqat fikr xayolim shu ikkita farzandimda yana nima bo'ldi ekan, ularni bir o'zi nima qildi ekan, shu inson kelib qo'rqitmadimi ekan, nima bo'ldi ekan degan xavotirim juda kuchli. Siz yaxshilardan yana bir bora so'rayman, iltimos qilib qolaman. Agar qurbingiz yetsa, shu pasimiz ham o'rashga yordam beringlar. Iltimos qilaman sizlardan, juda ham, chunki imkoniyatimiz yo'q. Agar Miron ketib qolsa, bular ketsa, menga hech kim yordam bermaydi. Shuncha mana 3 yil turdi, mana olib kelgan qumlari shu ahvolda turibdi. Mana hovlimiz qanaqa bo'lsa shu sozda turibdi. Chunki meni ham xo'jayinimni ham topayotgan daromadimiz o'zimiz yeb ishimizdan ortmaydi. Agar shunchalik yeb ishimizdan ortganda o'zimiz qila olgan bo'lardik, lekin qilolmaganligim sababli yana bir bor murojaat qilishga majbur bo'ldim. Allohim shularni yana bir bor yetkazganiga ming bor shukr qilib turibman. Yaxshilar, sizlardan o'tinib so'rayman, iltimos qilib qolaman. Farzandlarim uchun, shu ikkita noresida go'dagim uchun, shu hovlimni pastki tarafiga ham o'rashga yordam berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Agar qurbingiz yetsa, farzandim uchun, farzandlarim, Allohim uchun, biz uchun ehson qilishlaringni so'rab qolardim. Ilohim, sizlar hech qachon bizga o'xshab muhtoj bo'lmang. Sizni farzandlaringiz, siz menday hech qachon farzandingizdan xavotir olmang. Menday ahvolga hech kimni tushishini istamayman. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilojimiz yo'q-da. Farzand shu xo'jayinim bilan ikkalamiz qilamiz deymiz har doim, lekin qurbimiz yetmaydi. Yo'q, kuchimiz yetmaydi. Topolmaymiz nimanidir, baribir qila olmaymiz. Ikkomiz bir-birimizga qaraymiz, lekin xavotirimiz juda katta. Tasavvur qiling, sizning ham farzandingiz menikiday bo'lib yolg'iz qolishsa-da, lekin yomon voqealar bo'lsa, qanday ahvolga tushardingiz? Menda shunday ahvol borki, hech qachon u ishda ham qilayotgan ishimni nima qilayotganimni bilmayman. Fikr xayolim faqat farzandimda bo'ladi. Ikkovi yolg'iz qoldi, nima bo'ldi ekan, qachon tezroq vaqt tugasa, farzandimni oldiga kelsam, uni sog' omonligini ko'rsam degan xayol bo'ladi. Sizdan o'tinib so'rayman, yaxshilar, qurbingiz yetsa yana bir ehson qilib hovlimizni o'rashga yordam berishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Qilgan ehsoningiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Ilojimiz yo'q-da. Farzand shu xo'jayinim bilan ikkalamiz qilamiz deymiz har doim, lekin qurbimiz yetmaydi. Yo'q, kuchimiz yetmaydi. Topolmaymiz nimanidir, baribir qila olmaymiz. Ikkomiz bir-birimizga qaraymiz, lekin xavotirimiz juda katta. Tasavvur qiling, sizning ham farzandingiz menikiday bo'lib yolg'iz qolishsa-da, lekin yomon voqealar bo'lsa, qanday ahvolga tushardingiz? Menda shunday ahvol borki, hech qachon u ishda ham qilayotgan ishimni nima qilayotganimni bilmayman. Fikr xayolim faqat farzandimda bo'ladi. Ikkovi yolg'iz qoldi, nima bo'ldi ekan, qachon tezroq vaqt tugasa, farzandimni oldiga kelsam, uni sog' omonligini ko'rsam degan xayol bo'ladi. Sizdan o'tinib so'rayman, yaxshilar, qurbingiz yetsa yana bir ehson qilib hovlimizni o'rashga yordam berishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Qilgan ehsoningiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Necha metr ekan? 1.52. Yaqinroq ko'rsating. 1.52 bo'ladi-ya. Biz hozir 1.52 material oldik. Yarim metr lishnisi bilan oldik. 17 metr profil bo'ldi-ga. 17,5 metr. 17,5 metr. Xuddi rossiyskiy stilda, ya'ni O'zbekistonda ham ko'pchilik qilyapti. Profildan to'qiymizda ustiga list borki, Profmaster. O'shandan shunday samarez bilan urib qo'yamiz. Zo'r bo'ladi. Rossiyada biz uyimizda ham darvozasi shunaqadamiz. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Shamolga ham qimirlamaydi, chotga turadi. Sodiq aka, bulam, yo'q keling qani? Nima deysiz? Mana o'sha bir 15 daqiqa qolganmiz, dona bo'lgan bo'ladi. Dona bo'lgan bo'ladi-ya. O'sha bir teksa emas, ishlash kerak ekan. Ha. Uni usta aytish kerak-da. Tira olasizmi o'zingiz? Bu yoqqa qarab gapiring. Bu yoqqa qarab gapiring. Tira olasizmi? Tira olmaysizmi? Qanday tira ekan? Ibotdan yaxshi ishlayotganmi yo'qmi? Ibot ishlamaydi. Ibot ishlanmagan-a? Yana kim ishlaydi? Ishon. Hozir ishon mamlakatga qo'shmaydi. Gap qo'shmaydimi? So'kaydingiz siz uni? Yo'q, Ishga turgan nima qilib ketdi?
Mana keldik mana. Bunaqa uyda mana shuncha joyi. Yo'q. Sen ochib ketgan. Ochib ketgan? Suv Birinchi ketdimi? kun kelganman, ben nima dedi? San dedi, bu ishlolmaydi dedi, bu qilolmaydi, bu qilolmaydi dedi. Ilyos kelib qolgan, Ilyosga qaradi, bu qilolmaydi dedi. Bu qilolmaydi, qilishni bilmaydi bu dedi. San aytadimi? San faqat anavdi bo'ladi-da maktabda. Qarab. Ko'mir qancha yoqdingiz maktabga? Bu yil ham yoqasizmi? Bo'lgan ekan, o'rtada ikki ketadi. Qamiz o'qitmaychi vakao. Ey bro, to'p berdi. Boya o'pyat o'tdingiz, nima o'rasiz dedi. Mana bacham Ko'tarasizmi? Ko'tarolmaysiz. Dilim qashib ketdi-ku. Shapatingiz qolib ketdi orqasida. qani yoqda ko'mir qap qarab. Hozir endi xotingga o'zi javob beraman, boyasi. Nechta barmoq izi qolganmiz. Aytdi. Qara bo'ldi bilan. Qani